Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Xayrli erta Tatariston, xayrli erta Tatar xalqi. Isanmisiz aziz qardoshlar? Siz Yangi Asr kanalini qaraysiz. To'g'ridan-to'g'ri efirda xayrli erta Tatariston topshiruvi o'zining ishini boshlaydi. Bugun 14-avgust dushanba kun ertangi soat 7. Nurli avgust oyi to'liq quvvatini yer yuzina qonat jeya. Endi avgustning ikkinchi yartisına da kirdik. Bu vaqt mulliq ham jetishlik shirina oyoq basgan davrimiz. Avgustning ikkinchi yartisida sizga yangi quvonishlar, yangi suyunishlar ketirsin edi. Shunday motor tilaklar bilan topshiruvimizni boshlaymiz. Qo'noqlarning taqdim etar vaqt yetdi. Bizda qo'noqda Turkiyadan kelgan millatdoshlarimiz, qardoshlarimiz ham suyukli arkadaşlarimiz Gülsara ham Bahzat efendi Aktaşlar. Xayrli erta esanmisiz? Esanmisiz? Hayırlı erta. Hayırlı erta. Bahzat efendi, mana sizning Qozonga, Tatariston Respublikasına, Rossiya yerligine yish kelganingizni bilamiz. Siz bir yerda tug'anlaringizni da izlaysiz, oralashasiz. Mana bu so'nggi keluvingizning bek suyunishli sababi bor bo'g'ay. Siz o'zingizning ulug'izni uylantirashaksiz, Alloh bersa. Allah bersa. Mana 2004 yılda bütün Dünya Yaşar Kongresi'nde ulumuz Emre bunda Türkiye delegasyası bulup kelgan edi. Şu vakitte bunda bir Kazan kızı tapkandaydı. Anam bilan mana 2 yıl boyunca aralashib, silashib, kengashib endi karar berganlar ileri sürüyor. Mana Allah bersa, aldığımızdaki günlerde onun toyunu yaşayacakız. Mana onun için aldanarak geldik. Hem kız yağına yavçı bulup vardık. Biennelerimizni verdik. Biennelere alıştık şulay. Bunda ninde toy yasa gadeti var iken şularını ötkürüp yerimiz Allah'ımız. Yaxshi ko'ngilli mashaqqatlar bilan yashaysiz ekan. Gulsara xonim, mana bu Tataristonda siz birinchigina topqir tugildir endi. Birinchi topqir. Birinchi topqir. Nechilsin mana bizning tarixiy vatanimiz ko'ngillaringizda endi hislar tuva? Bunda keluvime bir kızık buldu. Sümbük Yaman arasında barganda ben yalap da yiverdim. Oyunda biz balalarımızda balacaktan beri aytıp duradık. Sizge Tatar kızı gana gerek. Biz bundan kız almıyoruz sizge. Elle Tatar kızı bundağına tabasınız, elle Tataristan'a barasınız. Bana nasip buldu bizge. Big shot biz. İkinci oğlumuz var. İnşallah anarga da Allah verse bir Tatar kızı alırga deyip oylayız. Kelegiz kel Tataristonda qizlar ko'p, rahmat aytasiz. Bahzat efendi, mana siz tomirlaringiz nasil ishlari borib tutasha bizning bugungi Tataristonning Shirmishan ham Shistay rayonlarına, atab aytganda Shirmishan rayonining Qormish avuluna. Sizning mana bu to'y bitali tag'in naslni uchrashtiruv bayramida bo'lacaq. Siz o'zingizning tug'anlaringizni, qardoshlarıngizni jiyasiz, nasl shajarasini borlaysiz. Mana bu shug'ulingiz qachon boshlandi? Shul haqda so'ylab o'tsag'iz edi. Mana ol endi bala chaqdan deb aytsam durust bo'lar. Chunki bundan 7 yoshda vaqtda Türkiye'ye ko'chib ketgan abiyimiz bir kunda unutmacha eti babaylar neslin bizga anlatıp keldi. Mana aybat bir Tatar kişisi, aybat bir Müslüman kişisi 7 neslin bilirge tegishli aytaydi endi. Mana ol o'zi aytib beraydi. Mana bizning eti babaylarimiz, neslimiz Cafer Molla neslimiz. Biz Karmış avında Cafer Molla neslinden kelemiz. Dep anadan sana kelgan eti babaylarning isimlerini sanab beraydi. Mana bala chaqdan endi alar şulay etilip kelsa da bularni yazıp chizarak kerak bularni. Mana üniversiteler bitirgach endi ilerlashgach bular o'z turmushimizni olarga boshlab bularni akrinlab yazarga boshladim endi men. Hem ebiler on vaqtlar esen sağ vaqtda bundagi garip gadetlerine hem başka tertiplerini şeyken Tataristan'da kazandı. Onlar Balıçak'ta vakitte ayrılmışlar da indi. Etiyenilerinden bilip gelgenler bitinde. Etiyenileri bile bir gelgenler. Bana Allah'ın barısında yazıp geldim.